Davlatimiz rahbari tomonidan Olimpiya va Paralimpiya harakati ixtisoslashtirilgan va ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish hamda aholining jismoniy faolligini oshirish borasida qator vazifalar belgilab berilgan. Bu borada Milliy gvardiya tasarrufidagi chavandozlar maktablarida yoshlarni sportga keng jalb qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 5 avgustdagi chavandozlar maktablari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida hozirda Toshkent shahri, Buxoro, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida Milliy gvardiya chavandozlar maktablari, Surxondaryo viloyatida Qorabayir otlari mahorat maktabi zamon talablari asosida bunyod etilib faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda maktabimizda 365 dan oshiq seksiya a'zolari qatnashib kelmoqda. Seksiyamizda 6 ta guruhimiz mavjud. Bu guruhlarimizda 8 tadan oshiq trener o'qituvchilarimiz, yo'riqchi uslubchilarimiz o'z ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Mirzo Ulug'bek tumani Olmos mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ushbu sport majmuasida har kuni ot sport ustalari, mahalla faollari va yoshlar hamda maktab o'quvchilari, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari ishtirokida turli tadbirlar o'tkazilishi yaxshi an'anaga aylanib ulgurgan. Kuni kecha ham mazkur majmuada o'tkazilgan tadbirda yoshlarga bir olam zavq ulashildi. Bu ilgari qanaqa ahvolligini ko'rib, hozirgi bo'lgan ahvolni ko'rsak 100% o'zgarish bo'lganini xursandlik bilan ma'lum etmoqchimanki, shunaqa zo'r bitta maskan bo'libdi. Minnatdormiz, bizning xalqimiz, bolalarimiz, nevaralarimiz chetda kelib o'ynashga imkoniyat topildi. Oqsoqollarimiz ham kelib shunga ishonch hosil qilib turishibdi. Ot sportidan tashqari yana kamonchilarni shug'ullanadigan chiroyli bir joy qilinibdi. Kecha ko'rib havosim keldi. O'ylaymanki, bu sport turi bo'yicha ham yoshlarimiz shug'ullanadi va yoshlarimizga ko'p yo'llar ochilib, yuqori darajaga chiqishga muvaffaqiyat qilib tilaymiz. Kamon va parakamondan otish sporti turi bo'yicha 70 metrli zamonaviy sport maydonchasi va yopiq binosiga ega bo'lgan merganlarning yozda ham, qishda ham shug'ullanishlari, xalqaro musobaqalarning o'tkazilishi hamda Olimpiya, Paralimpiya musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish uchun barcha imkoniyatlarga ega ekanligiga yuqori baho berishdi. Biz sportchilarga, kamonnot sportchilarga, parakamonnot sportchilarga bo'lgan e'tiborni aytishimiz mumkin. Mana bunaqa zallarni, bunaqa ochiq stadionlarni, yopiq inshootlarni biz oldinlar xalqaro musobaqalarda mashg'ulotlar ko'rganmiz xalqaro. Lekin bizda tasavvur qilmaganmiz, biz havas qilgandik. Mana endi ko'rishimiz mumkinki, biz sportchilar ham bunaqa jahon standartlariga mos bo'ladigan yopiq inshootlarda, ochiq inshootlarda shug'ullanish imkoniyatimiz beradi. Shu kuni kompleksning faoliyati bilan yaqindan tanish uchun kelgan mehmonlar chavandozlar maktabi ot sport turlarini yanada rivojlantirish, yangi avlod chavandozlarini tayyorlash va tarbiyalash, yoshlar o'rtasida faol targ'ib qilish va ommalashtirishga xizmat qilishiga katta ishonch bildirdi. Shu bilan birga bolalarni ipoterapiya uslubi yordamida davolash kabi ezgu ishlar ham yo'lga qo'yilganligi barchaga manzur bo'ldi. Bu ipoterapiyamizda asosan autizm kasalligi, DTSP, sindrom Down hamda gapirish nutqida kamchiligi bor bolalar, nevroz, depressiya, qandli diabet kasalliklari hamda bosh falaj kasalligi bor bolalar tashrif buyurishadi. Bu ipoterapiyamizda yarim soatdan egarsiz beli qizigan otda bolalar bilan mashg'ulot olib boramiz. Hozirgi kunda bolalarda juda ham yaxshi natijalar ko'rmoqdamiz. 2023-yildan boshlab biz Milliy gvardiyaning chavandozlar maktabi bilan hamkorlikni o'rnatdik. Mintaqaviy filiallarimiz ham joylardagi chavandozlar maktabi bilan bolalar bilan ipoterapiya usulida ishlashni boshlashdi. Hozirgi kunga qadar 2000 ga yaqin bolajonlarni ipoterapiya usulida majmuaviy yordam berishga erishdik. Aynan hozirgi kunda Toshkent shahridagi chavandozlar maktabida 200 dan ziyod bolalarimiz o'sha mashg'ulotlarni o'tab kelishyapti. Shu bilan birga ushbu hududda mahalla aholisi va yoshlarning ko'ngilli dam olishini tashkil qilish uchun zarur infratuzilma obyektlari, xususan yoshlarning sport bilan shug'ullanishlari uchun workout va bolalar o'yin maydonchalari, aholi uchun sayr qilish yo'laklari hamda qahvaxona mavjud bo'lib, mazkur sport kompleks hududi hatto xorijiy sayyohlar tashrif buyuradigan maskanga aylanishi e'tirof etildi.